Sephora magazinidan tekin namunalar olish mumkinligini bilarmidingiz? Agar yo'q bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi videoda men sizga buni ko'rsataman. Jahon bozoridagi parfyumeriya va kosmetika brendlarini birlashtirgan Sephoraga 1970-yilda asos solingan. 55 yildan buyon o'zini mavqeini ushlab kelayotgan bu brendning menga va men kabi ko'plab mijozlarga yoqadigan tomoni, siz Sephora do'konlariga kirganingizda bemalol mahsulotlaridan foydalanib, xarid qilmasangiz ham xohlagan narsangizdan ishlatib, shunchaki chiqib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari, Sephora xodimlari orqali, masalan, yuzingizni tekshirtirib, yuzingiz muammosiga mos keladigan mahsulotlarni maslahatlashtirgan holatda xarid qilishingiz ham mumkin. Video boshida aytganimdek, hattoki ba'zi narxlari qimmat bo'lgan mahsulotlardan tekin olish ham mumkin. Qanday qilib deysizmi? Oson. Qarang, Sephora do'koniga kirganingizda avvalo sizga nima kerak ekanligini aniqlab oling. Keyin magazinning Luboy xodimidan tekinga namuna berishini so'rang. Free sample deyiladi. Manhattandagi ba'zi Sephoralarda faqat yuz serumi beriladi. Ammo ko'plari kremlar va hattoki yuz tozalovchi vositalar ham berishadi. Videoda ko'rayotganingizdek, kichkina maxsus idishchaga solib, keyin Sephora salofaniga joylab, даже nima berayotgani haqida ma'lumotlarni ham yozib berishadi. Bunday qilishlarining sababi, siz namunani uyingizga olib borib, ishlatib ko'rasiz va sizga yoqsa, keyingi gal kelganingizda qiynalmasligingiz uchun shu salofanni Sephora sotuvchisiga ko'rsatib, oson topib xarid qilishingiz uchun. Shu o'rinda menda bitta savol tug'ildi. Sephoraning bu qulayligi unga qimmatga tushmasmikan? Siz nima deb o'ylaysiz? Men uchun qiziq bo'lgan fikringizni izohlarda kutaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va sahifamga obuna bo'ling. Akkauntimda siz Amerika hayoti bilan tanishib borasiz.